Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Barchaga xayrli kun yoki xayrli kech, kim qaysi vaqtda ko'rsa. Xo'p, bugun o'sha birinchi darsimiz o'sha market structuredan boshlaymiz. Market strukturasidan, bozor strukturasidan boshlaymiz. Har bitta darsdan keyin bitta efir bo'ladi, savol-javob, undan keyin yana bitta dars, undan keyin yana bitta savol-javob efir bo'ladi. Tushunmagan narsalarni o'sha paytda so'rasanglar bo'ladi. Xo'p, kamera bu tarafda, meni ekranim ikkita, o'shaning uchun bu tarafga qarab gapiraman. Xo'p, ketdik bo'ldi. Tak. Market strukturani o'rganamiz. Bugun market struktura. Bozordagi trendni biz ikki turdagi market struktura orqali aniqlaymiz. Global struktura, makro struktura va birinchi darajali struktura deyiladi. Bu narsa katta time frame'da aniqlanadi, ya'ni haftalik time frame'da, kunlik time frame'da yoki oylik time frame'da. Lokal struktura esa mikro struktura yoki ikkinchi darajali struktura deyiladi. Bu katta time frame, kichik katta deb yozilgan kichik time frame'larda aniqlanadi. Ya'ni 4 soatlik time frame'da, 1 soatlik time frame'da yoki 15 minutlik, 30 minutlik har xil parallarga qarab farq qiladi bu. Ana endi market struktura trend aniqlash uchun strukturadan foydalanamiz. Asosiy ustunligidan katta time frame'lar strukturadan qaratamiz. Ya'ni qaranglar, eslab qolish kerak bo'lgan joyi asosiy ustunlik katta time frame'lardagi strukturaga qaratamiz. Misol uchun bozorda ko'tarilishi, masalan uchun mana birinchi darajali struktura bu o'sha mana bu ikkinchi darajali struktura bu ko'k bilan yozilgan. Ya'ni asosiy strukturani birinchi darajali strukturani ichida ikkinchi darajali struktura bo'ladi. Ya'ni daily time frame'dagi strukturalarning ichida kichkina time frame'li strukturalar bo'ladi. Har doim biza birinchi ustun deb oladiganimiz, ya'ni aniq ishlab beradiganim bu katta time frame'dagi strukturalar. Kichkina time frame'dagi strukturalar bular ikkinchi darajali strukturalar deyiladi. Endi market strukturada bizada ikki xil raqamimiz bor. Uptrend bor, downtrend bor. Endi ko'ryapsizlar, uptrendda qanaqa shakllanadi, downtrendda qanaqa. Hozir biz keyingi slaydda ko'rsak bo'ladi. Xo'p, qaranglar, undan oldin market struktura. Xo'p. 1 soatlik market struktura ko'ryapsizlar, downtrend. Bozor low trend, high time frame'dan low ga qarab tushyapti. Ya'ni maksimumdan minimumga qarab tushyapti. 1 soatlik time frame, 4 soatlik time frame bu ikkinchi darajali market struktura deyiladi. Endi market struktura biron bir trendning aktiv narx harakatini aniqlash uchun ishlatiladigan instrument. Bozor strukturasi yordamida savdo qilish uchun qaror qabul qilinadi. Market strukturaviy nuqtalar swing high, swing low deb aniqlanadi. Ya'ni swing high, swing low, market structure, trend aniqlanadi. Endi qaranglar. Swing bozordagi yo'nalish o'zgargan joy, ya'ni swing high suvdagi baland nuqta, 3 ta shamcha iborat bo'lib, 2 ta chetdagi shamlar o'rtadagi shamdan pastroq joylashgan bo'ladi. Xuddi mana bunaqa swing high. Ya'ni 2 ta yondagi shamchadan bitta shamcha balandroq joylashgan bo'ladi. Bu swing high deyiladi. Swing low strukturadagi pastki nuqta 3 ta shamchadan iborat bo'lib, 2 ta chetdagi shamlar o'rtasida shamdan yuqorida joylashgan bo'ladi. Xuddi mana bunaqa swing low. Esingizdan chiqarmasa, bu swing high, mana eng baland nuqta, swing low eng past nuqta. Mana bunaqa bo'lishi, ya'ni teng bo'lib qolishi yoki weak price bilan tanasini buzib o'tishi bular swingga kirmaydi. Endi swing high ko'pincha K high, K low yoki maksimum minimum yoki high low ham deb yuritiladi. Hammasi bir xil narsa. Kimdirlar swing high, swing low deydi, kimdirlar K high, K low deydi, kimdirlar maksimum minimum deydi, kimdirlar high low deydi. Misol uchun men ko'pincha maksimum minimumni ishlataman. Eng oson maksimum minimum ishlataman. Endi bozor strukturasi uptrendda qanday shakllanadi? Misol uchun biz aytdik, swing low, swing high bor bizda. Endi qaranglar. Swing lowdan swing highga, ya'ni minimumdan maksimumga o'tgandan keyin mana bu lowdan keyingi low shakllanishi va bu maksimumdan keyingi maksimum shakllanishi va bu lowdan yana keyingi low shakllanishi bu uptrend deyiladi. Bu qanaqa bo'ladi? Lowdan highga yuradi, highdan higher low, higher lowdan higher highga, higher highdan higher lowga o'tadi. Bu uptrendda har bitta low pricelar, ya'ni har bir minimum pricelar bir-biridan balandroq bo'ladi, har bir maksimum pricelar bir-biridan balandroq bo'ladi. Bu uptrend deyiladi. Ya'ni minimum maksimum bu uptrendda bo'ladi. Smart moneyda low high, higher low, higher high, higher low deb ishlatiladi. Endi market strukturada impuls har doim bir xil shaklda yuradi, bilasizlar. Impuls korreksiya bo'ladi va mana shu swing low ham, swing high ham umuman yangilamagan grafik bu range yoki consolidation, tak hozir aytaman.
consolidation yoki flat deyiladi. Mana bunaqa narsa. Ya'ni misol uchun bu bizning highimiz bo'lsa, ya'ni maksimumimiz bo'lsa, bu bizning minimum bo'lsa, narx mana shu joyning ichida harakat qilishi bu range yoki flat yoki accumulation deyiladi. Uchalasi ham bitta narsa. Endi keyingisiga o'tamiz. Mana range deyiladi. Ya'ni mana shu low va oxirgi high va oxirgi low ichida narxning harakati bu o'sha range deyilar ekan. Eslab qolamiz. Endi market struktura ketdik. Buni buzib o'tish esa, ya'ni qarang. Bizda minimum bor, maksimum bor, undan keyin korreksiya bor, ya'ni impuls, korreksiya bor, undan keyin breakout bor. Mana bu breakout bizda boss deyiladi, breakout structure deyiladi. Mana shuni esingizlarga chiqarmaylik, hozir yana o'tamiz. Endi qaranglar, bu low, bu high, higher low va breakout structure, ya'ni bossdan keyin yana o'sha, ya'ni oddiy qilib tushuntirsak, impuls, korreksiyada bu uptrend, ya'ni oxirgi minimumdan keyingi minimum balandroq bo'lishi kerak. Mana ko'ryapsizlar, bu boss deyiladi. Low, high, higher low, higher high, bu breakout structure, struktura buzilishi. Ketdik. Endi low, high, low, higher low, higher highdan keyin higher high va higher low'larning ichida narxning harakati bu o'sha range deyiladi. Mana qachonki qaranglar, mana bu oxirgi minimum va oxirgi maksimum ichidagi narxning harakati range ekan, qachonki narx oxirgi maksimumni yangilasa, xuddi mana bunaqa bo'lib breakout, ya'ni yorib o'tadigan bo'lsa, bu bizda nima bo'ladi? Yana breakout structure bo'ladi, ya'ni struktura buzilishi deyiladi. Xo'p, qani ketdik. Narx kelyapti, oxirgi maksimumni yangiladi, breakout structure, low price, yana narx o'sdi, yana keladi, yana breakout structure, xuddi shunaqa ketaveradi. Mana breakout structure yana ketaveradi. Ana endi mana boss, bu boss qisqartirib boss deyiladi. Boss degan breakout structure, struktura buzilishi. Choch bobzada endi change of character, bozor harakati o'zgarishi deyiladi. Endi qaranglar, bossning shakllanishi uptrendda minimumdan maksimumga narx yuradi, ya'ni impuls, korreksiyadan keyin oxirgi maksimumni yangilashi bu breakout struktura bo'ladi. Teskarisi esa downtrendda, ya'ni tushuvchi trendda maksimum, minimum, ya'ni impuls, korreksiya va oxirgi minimumni yangilashi bu breakout structure. Bu nima bo'ladi? Downtrendda breakout structure bo'ladi. Choch ana qachon shakllansa, change of character, bozor xarakteri o'zgarish, ya'ni direction, yo'nalish o'zgarish qanaqa bo'ladi? Deylik, biza narx tushib boryapti, keyin birdan o'zgardi, to'g'rimi? Yuqoriga o'syapti yoki o'sib boryapti, birdan tushishi, mana shu o'sishdan nima deydi? Tushishdan siraz o'sishga almashishi yoki teskarisi bu change of character, bozor xarakterini o'zgarish deyiladi. Misol uchun, bozor mana bu tushib kelyapti, mana tushdi. Minimumlar bir-birini yangilab boryapti. Bu downtrend. Misol uchun high, low, lower high, lower low bo'ldi. Keyingisi lower high bo'lmadi, higher high bo'lib qoldi. Ya'ni nima? Oxirgi highni yangilash. Ya'ni oxirgi high mana bu, oxirgi low bu. Ana endi downtrend davom etishi uchun bizani high, mana bu highimiz, buni yangilamaslik kerak. Ya'ni bundan pastroqda, ya'ni bunday bo'lib, mana pastroqqa ketish kerak bo'ladi. Mana bu yerda bo'lish kerak. Shunda nima bo'ladi? Struktura chotga ketadi, downtrend. Buni buzilishi esa, ya'ni oxirgi higher lower high da yangilashi, ya'ni mana bu narsa yangilash, change of character bo'ladi. Mana change of character, choch deyiladi. Mana xuddi shunaqa uptrend deyman, uptrendda ko'rinishi, narx boryapti, oxirgi uptrenddan downtrendga o'tishi, deylik low high, ya'ni minimum maksimum, impuls, korreksiyadan keyin maksimum, ya'ni higher highdan keyin higher low bo'lishi, ya'ni narx mana bu yerga qaytish kerak edi aslida, lekin nima bo'ldi? Oxirgi higher lowni yangilab qo'ydi. Bu endi change of character, ya'ni uptrenddan downtrendga o'zgarishi bo'ladi. Mana boss va choch ko'rinishi. Mana ko'ryapsizlar? Minimum, maksimum yoki low, high, higher low, higher low, higher high ketdi bu yoq o'zgar. Xuddi shunaqa higher low, higher high, boss, choch shunaqa qilib ketaveradi, change of character va breakout structure. Xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ana endi ketdik, ko'rinishda ko'ramiz. Bizda bor low price, maximum price, higher low'imiz bor, higher high bo'ldi. Higher highdan keyingi higher low
bu narsani keyin o'tamiz. Bu inducement deyiladi. Buni hozir emas, keyingi darsda o'tamiz va oxirgi maksimum yana break of structure bo'ladi. Endi narx impulsdan keyin korreksiya, higher highdan keyin higher low bo'ladi. Highdan keyin yana higher lowdan keyin yana higher qilishi bu break of structure. Yana xuddi shunaqa shakllanadi. Keyin ketdik. Yana xuddi shunday shakllanganda break of structure, ya'ni break of structure bo'ldi, high bo'ldi. Highdan keyin higher lowni yangilashi nima bo'ladi? Change of character. Ya'ni oxirgi minimumda yangilab qo'ydi. Bu nima degani? Uptrend, downtrendga o'zgarishi. Endi downtrend bo'ladi. Downtrenddan break of structure bor. Ya'ni har birda misol uchun high, low, lower highdan keyin ya'ni lower low bo'ladi. Bu break of structure. Struktura to'g'ri ketyapti degani. Nero qilsak, xo'p. Endi mana ko'ryapsizlar. Bu narxda downtrend, bu uptrend. Ko'ryapsizlar? Har bitta downtrendda nima bo'lyapti? Bu o'sha change of character. Change of characterdan keyin uptrendga o'zgaryapti. Downtrendda har bir minimumlar yangilanib boradi va har bir maksimumlar bir-biridan pastda bo'ladi. Uptrendda har bir maksimum bir-biridan balandda bo'ladi, har bir minimumlar yangilanib boradi. Xuddi shunaqa ketaveradi mana. Ko'rinishi. Xo'p, qaranglar endi. Bu high time frame, low, higher low bo'ldi. Higher lowdan keyin lower lows bo'lishi bu break of structure. Xuddi shunaqa ketadi. Qachon change of character bo'ladi? Mana bu yerda keldi. Higher low bo'ldi. Higher low bo'lgandan keyin lower high bo'ldi, ya'ni pastning pastki qismi, ya'ni lower highdan keyin adashib ketdim. Lower lowdan keyin lower high, undan keyin yana lower low bo'lib, mana bu highni, ya'ni lower high yangilamasdan narx bu yerda qaytganda edi, bu downtrend davom etadi, lekin nima bo'ldi? Lower highni yangiladi, higher high bo'lib qoldi. Ana endi keyin struktura nima bo'ldi? O'zgardi. Bu change of character. Bu change of character xato bo'lgan, boss bo'ladi. Break of structure. Mana bu yoqdan faqat mana burada change of character bor. Bular break of structure bo'ladi. Ya'ni struktura bo'lishi. Chunki bizda low va highlarimiz to'g'ri turibdi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Bu yog'i kerak emas hozircha bizga. Ya'ni true boss cho'chni aniqlash, ya'ni break of struktura to'g'ri bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Misol uchun oxirgi maksimumda keyingi high tanasi bilan buzib o'tish kerak. Ya'ni mana bunaqa weak price dan buzib o'tsa noto'g'ri. Yoki deb mana naqasidan buzib o'tdi, buni break of structure qilib olmaymiz deb bunisini qilib olamiz. Ya'ni buni qilib olish xato. Ya'ni weak price da hisobga o'tmaydi. Ya'ni tanasi bilan buzib olish kerak bo'ladi. Xo'p, endi qaranglar, asosiy qoidalarga o'tamiz. Global va local market strukturada global struktura makro va birinchi darajali hisoblanadi, katta time frame da ishlatiladi. Ya'ni haftalik, kunlikda. Savol: bozor umumiy qayerga ketyapti degan savolga javob beradi. Ya'ni yo'nalish, direction qayerda? Asosiy trendni aniqlab beradi, katta pul yo'nalishini aniqlab beradi. Sen qarshi chiqmasliging kelgan bo'lgan yo'nalishni aniqlab beradi. Agar misol uchun qarang, qarshi chiqmasligingiz kerak bo'lgan yo'nalish agar D1da, ya'ni kunlik time frame da higher high, higher low bo'lsa, bu uptrend degan, to'g'rimi? D1da katta time frame da uptrend, ya'ni trend narx o'suvchi bo'lsa, lekin H1da short qidirish xato o'sha. Tushunasizmi? Downtrend shortga savdochi xato, chunki bizda asosiy trend uptrend. Lokalniy struktura bu kichik time frame da bo'ladi, 4 soatlikda, 1 soatlikda. Savol: enterni qayerdan olinadi? Ya'ni kichkina time frame ko'rib chiroyli enter qilsak bo'ladi. Pullbackdan, korreksiyadan yoki korreksiyadan enter joy qilib olsak bo'ladi. Global endi qoida, globalnida biz o'zimiz yo'nalishimizni aniqlaymiz, lokalnida kirish nuqtamizni aniqlab olsak bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shu. Global va local market structure. Hali bu boshlanish qismi, ya'ni chuqurroq o'tamiz, chunki ba'zilar ichkarida juda ham ko'p biladi, misol uchun market strukturalarni biladi, ba'zilar esa bilmaydi. O'shaning uchun nima bo'lyapti? Oddiyroqdan boshlaymiz, keyin sal qiyinlashtirib boramiz. Chunki birdaniga qiyinlashtirib o'tishimiz ko'pchilik tushunmasligiga olib keladi. Shuning uchun sekindan boshlaymiz, oddiydan boshlaymiz, qiyinlashtirib boramiz. Xo'p, traderlar, keyingi darslarda ko'rishguncha, paka.